Agar inson tuzalishiga ishonsa, uni organizmida tuzalish mexanizmi ishga tushadi. Agar inson tuzalishiga ishonmasa, shu tuzalish mexanizmi ishga tushmaydi. Birinchi aytmoqchi bo'lgan narsam effekt platsebo degan narsa. Agar bemor nimadan tuzalishiga ishonsa, o'sha ishongan narsasidan foyda oladi. Misol uchun, shu ruchka xosiyatli. Shuni boshingga 1, 2, 3 marta urib qo'ysam, shundan tuzalasan deb ishontira olsangiz, bemor shunga ishonsa, shuni boshiga 3 marta urib qo'ysa, uni organizmida tuzalish yuzaga keladi. U tuzalayotganini seza boshlaydi. Mana shuni fanda effekt platsebo deydi. Effekt platsebo degani tuzalaman, tiklanaman, yashayman degan ma'noni beradi. Lekin buni aksi bor. Salbiy tomoni bor. U salbiy tomonini effekt notsebo deydi. Effekt notsebo degani buzilaman, tugayman, o'laman degan ma'noni beradi. Agar birorta odamga mana bu narsani oqibatida inson o'ladi, endi seni ham boshingga shu tushibdi, sen ham shundan o'lasan deb ishontirib qo'ysa, inson organizmi kundan kunga tugab o'lib qoladi tez orada. Mana shuni effekt notsebo deydi.